Hammaga assalomu alaykum. Bekota Market bugun ko'chadagi yurtdoshlarimizga hadyalar ulashadi. Ya'ni kolbasa narxini taxminiy aytib ko'rishadi. Agar to'g'ri topishadigan bo'lsa, o'sha kolbasa ularga hadya qilib beriladi. Hammaga omad. Qani ketdik. Это колбаса для завтрак, вареная колбаса. Если угадать, это вам подарок будет. 38. O'rtoqlar, mana birinchi g'olibimiz для завтрак kolbasasi edi. Buni senikini ichkarida yopishtirib chiqqan edik. Mana kilosi 43 ming va 38.700 so'mlik edi. 1000 so'm, 2000 so'm u yoq bu yoq bo'lishi mumkin, lekin bitta topdilar. Shuning uchun вам поздравляем. Ukrainskiy kopченый kolbasamiz. Xo'p, 31 mingga chiqadi. 31 ming. Qancha edi? 32.200 ming so'm aqib bo'lsa bo'ladi. Tabriklaymiz. E'tiborlisiz. Qaramang. Qoyil. Summasini ko'rsatamiz. Doktorskiy kolbasasi, varyonniy yog'siz kolbasa. Kilosi 38 ming. Agar mana shu polka qanchaligini topa olsangiz, bu kolbasa sizga bo'ladi. Hisob ko'rib 35 kilo, 35 mingga chiqadi. 35 ming atrofi. O'zlaringning guvohliklaringiz kolbasalarimizni o'z egalariga topshirdik. Endi qaysi kolbasa sizga qiziq? Qaysinisini o'ynashni xohlaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi safar aynan o'sha kolbasani o'ynashimiz mumkin. Va unda aynan siz yutib olishingiz mumkin. Hammaga omad. Keyingizda ko'rishguncha.